Assalomu alaykum. Sigir ishqibozlari, YouTube kuzatuvchilari, Chorva Dehqon Live obunachilari. Bugun 6 bosh bo'g'oz, suti bor, tug'magan ko'chat sigirlarimizni azbor qilib o'tamiz. O'rtasida ikkita shved, 10 bo'zachalarimiz ham bor. Birinchi molimiz akalar, tishi 8 kurak, ikkita tuqqan, uchinchisi qornida. Tog'larni ham qaranglar buni. Chiroyli. Oyi akalar 8 oylik bo'g'oz. Juda yaqinlashib qolgan. Orqasidan ko'rib bilsa ham bo'ladi akalar. Molni bo'yi akalar 125 ga beraman. Bo'zalar oxirida aytamiz. Ikkinchi molimiz. Buni ham 8 kurak akalar. 3-qoringa bu ham. Oyi 6 oy tepasida akalar. Tog'lari ham chiroyli. Oq butoqdan akalar. 6 oylik bo'g'oz. Xo'sh, akalar 3-molimiz. Toshkent zebolari deydi-yu. O'sha molimizdan akalar. Mana butoqlari. Tak. Akalar, bu fermadan chiqqan ekan, jinni odamdan hayiqyapti. Bu molimiz akalar 4 oylik bo'g'oz akalar. 5 litr sutga beraman. Yoshligi ham o'ta yuvosh, tishi 8 kurak, 3-qoringa aka bular. Xo'sh, 4-molimiz. Akalar, buni ham 8 kurak akalar. Lekin bu molimizni 4 taga beraman, 4-qoringa beraman akalar. Molimiz yelilarni qaranglar akalar. On qarayman, go'zalligini. Mollarda oldi orqasi butun narsalar akalar. Yuvosh. Turuqdan shovullab chiqadi akalar. Bu molimiz ham akalar 5 oylik bo'g'oz. 5 litr sutga beraman. Xo'sh, keyingi bo'zagimiz, sigirimiz. Bular tug'magan g'unaj aka, og'izlari kurechi ham yo'q. Ko'chat bo'g'ozligi aka 8 oylik. Men 8 oyga beraman. Men akalar sizlarga bo'zayni qarang. On qaranglar. Yelim qo'zg'ab qolgan. On qarang. Men bu bo'zayni akalar 7 oy tepasida beraman. Bo'yi ham 120 aka. Bo'zaydi. 6-sigirimiz. Tishi 8 kurak, 3-qoringa. On qaranglar akalar. Yuvoshliklari, tog'lari ham uzun, chiroyli mol bo'ladi akalar. Oldi ko'ti chiroyli narsa akalar, hammasini. Aka, bu molimiz 7 oylik bo'g'oz, bolasi tegadi akalar. Tishlari ham qilich. Ana. Narxlarni aytib qo'yay aka. Aka, bu molimizni 18 millionga beraman, kami bor. Bu bo'zagimizni 18,5 millionga beraman akalar. Kami bor, so'raverasizlar. Shu bo'zagimiz tuvar mana shu bo'zagimiz. Xo'p, suti bor bo'g'ozimiz. Bu molimizni akalar 21 million so'mga beraman. Xo'p, ko'p bir xil aka. Buni ham 21 million so'mga beraman. Kami bor, so'raverasizlar.
Hop. 6 oylik shved molimiz. Bu molni aka 22 millionga beraman, so'raverasizlar aka. Oxirgi shvedimiz yaqini. Hop, akalar bu dog'lasa erta bahorga tug'ib beradi akalar. Dog'lasa. Buni 25 millionga beraman akalar. So'raverasizlar. Ammo tug'adi bu oz qolgan. Ikkita bo'zagimiz. Mana Umidga bo'zagidan 0 dan mol qilaman degan akalar uchun shved bo'zichalardan akalar olib kelib qo'yganmiz. Go'zalning ikkalasi ham oq tumshuq, oq quloq akalar. Bir-biridan go'zal, bir-biridan o'taman deydi aka bular. Akalar berigisi 6 oylik aka, narigisi 7 oylik. Xo'p, bu bo'zaklarimiz aka jup aytaman aka, olaman degan akalarimiz uchun 28 million so'mga beraman aka. Kami bor, so'raverasiz, telefon qilaverasizlar akalar. Nomerlar 94lik 788 80 05. Bugungi bizning sigirlar shular edi akalar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Chorva Dehqon Live kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Layklarni bosib qo'yinglar.